O'zbekistonning ayrim hududlarida 14 aprel kuni yomg'ir yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet O'zbekistonda 14 aprel dushanba kuni ob-havo qanday bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi esa 24-26 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 24-29 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi esa 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kutilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.